Melekni Sanjardan qaytarib olaman. Nega kelding? Qizimni olib ketgani. Tushunmadim. Ha, joningga qasd qilganda menga tashlab ketgan qizing. Endi joningga qasd qilmagach, borib qizimni olib ketay deding, shunaqami? Shunaqa. Melek meni qizim. Meni ham qizim. Yo'q, senga qizimni bermayman. Sendan ruxsat so'ramadim. Bo'ldi, yetar. Bo'ldi, yetar. Nega qurbonlik so'yapmiz o'zi? Atab qo'yganmidingiz qaynonalarni guli? Atab qo'ygandim, nabiram. Meni shunday ahmoqlikka qo'l urarmikan? O'zidan so'ra. Tashqarida seni kutyapti. Hali uni bu yerga olib keldingmi? Bu xotinga nima bor bu yerda? Uyat bo'lmaydimi? Akiki xolang nimasi bolam? Oyi deysan, oyi. Men sensiz yashashga o'rgandim, lekin Meleksiz bir zum ham yasholmayman. Gapirmadimi ish qilib? Sizni kutyapti. Elchini tutingan o'g'li qiziga hujum qilyapti. Qizi bo'lsa o'g'lini pichoqlayapti. Shunday mojaroga yo'l qo'yib qo'yadi deb o'yladingmi? Hammamiz muhtaram elchini obro'sini asrab avaylashimiz kerak. Bizni malika qayerda? Aeroportdan to'g'ri Istanbulga uchgan. Bu yoqdan bo'lsa, Sanjarni yoniga. Kiprik qoqmay meni pichoqladi. uni qaytarib kelaman. Bitta rejam bor. Narxini ayting. Tibordan qarzim bor. Roziman.